O'rta Osiyoda yagona serovodorod sulfidi, ya'ni oltingurli vanna haqida eshitganmisiz? Oltingurli bu 99% tayanch harakat a'zolari, bo'g'im og'rig'i, poliartrit, revmatizm, osteoxondroz, yurak qon tomir kasalligi, asab kasalligi, peritonisil, davleniya, sahr, bel bo'yin grijalarida davolovchi yagona suv hisoblanadi. Serovodorod sulfidi tabiiy manbalarga asoslangan bo'lib, tarkibida 12 xil mikroelement bo'lgani uchun inson organizmini davolaydi. Oltingurli suv teri va nafas orqali inson organizmiga, ya'ni qonga so'riladi. Muolaja vaqti 10 minutni tashkil qiladi. Oltingurtimizni tarkibida bron mikroelementi hisobiga insonda dental, ya'ni suyak yemirilishi kasalligi, hattoki tishlarimiz yemirilishini ham oldini olib beradi. Tabiiy manbalardan olingan oltingurli suvimiz inson organizmini davolash xususiyatiga ega. Bu 10 kun olingan vannamiz 4 yilga umrni uzaytiradi. O'rta Osiyoda yagona oltingurli suv neftdan tabiiy holda ajralib chiqqan suv hisoblanadi. Bu Rossiyaning Sochi shahri va O'zbekistonimizni Chimyon qishlog'ida, ya'ni Koinot Kavsar sanatoriyasida mavjud. Yuqoridagi kasalliklar sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, oltingurli vannani sizlarga tavsiya qilamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiring.